Salom do'stlar, sizlar bilan Epic Shadow. Bugungi videoda biz Epic Shadow. İyi do'stlar, kimdir chaqiryapti? Kim u? Kim o? Jitil bo'lsa kerak. Nimaga turibsan? Reis buva meni shu yerga tiqib qo'ydi. Ber tiqib qo'ydi shu yerga. Nima qilyapsan? Narsa ayta olmayman. Chiqarish yuboraymi? Ha. Mana. Oppa, chiq. Yur, oyog'ing bor-ku. O'zi nimaga chaqiryapti meni? Sen chaqiryaptingmi? Yo'q, Kim chaqiryapti meni? Sen chaqiryapsanmi? Keldingmi? Bor seni ber chaqiryapti. Do'stlar, ko'rdilaringmi qishloqni? Yo'q do'stlar, videoga like va obuna bosib qo'ying. Meni hozircha mer chaqiryapti-kan, nimaga chaqiryapti yana bilmadim. Nechi? Ana mer boyligini bosib yozibdi. Ana shuncha boyligi bor. Uyini qaranglar. O'pin byudjetda yutganimizdan keyin shuna bo'lib ketdi-da. Mer! Baqirmang, qulog'im eshitadi. Chaqiribsiz-ku? Hozir to'xtab jincha o'ynagan tonishda uyg'onib tushdik hozir. Senga gapim, sen qishloqlarni o'ldirganimdan yetmasdim. Qanaqa qishloq o'ldiribman men? Ha, qishloqqa teganim yo'q. Aylagan qulpindan seni o'ldirdim. Ashuna uchun qamoqqa qamalasan. To'xta, qochma. Soqchilar. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Qamoqqa qamab qo'yishdi, qanaqa qishloqni o'ldirdim? Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar. Chiqib ketaman shu yerdan. Baydan qochish kerak. Sen kimsan? Qishloq qilyapman. Bilib turibman qishloqligingni. Nimaga tushgansan bayga? Men bayga tushmaganman. Chunki men tushganim uchun bayga tushganimdan keyin tushganman. Bo'ldi, jinni ekansan. Baydan chiqish kerak. Bunaqa nuqtacha bor ekan, sekin olib olamiz. Voy. Qochma, ber bilib qoladi. Senga nima qilib o'tir? Do'stlar, hech qanaqa qishloq ko'rmayapti menimcha. Sekin uyimga kirib olaman. O'la tez. Eshiklarni ham qulflaymiz va bo'ldi. Do'stlar, hozirgina qamoqdan qochdim, chunki mer meni o'zi qishloqqa o'ldirganlikda ayblab qamab qo'ydi. Qanaqa qishloqqa o'ldirdim yana bilmadim. Shuning uchun endi hozir nima qilishni bilmay o'tiribman. Bo'ldi. Endi shu yerda yashayman, yashirinaman. Davay, qayerda yashanasan desalaring, men avval bu yerga mana do'stlar, bunker qazib qo'yganman. Endi shu bunkerda narsalar zakas qilamiz-da, sekingina yashirib olamiz. Do'stlar, hozir qani narsalar zakas qilib olay. Hali ham zakas kelmadimikan? Lekin do'stlar, ozgina qo'rqyapman. Ana qishloqlar turibdi. Sekin zakasni olib uyga kirib olaman. Zakas ham kelgandir, yana bilmadim. Do'stlar, like bosib qo'yinglar. Hech qanaqa qishloq ko'rmayapti. Zakas kelibdi, hamma zakas kelibdi. Do'stlar, sekin olamiz hamma yo'qni. Hammasi kerak bizga buni. Ancha pulim ketdi. O'la. Ovoz chiqdi. Qattiq ovoz chiqib ketdi. Endi bunkerimizga kirib olamiz. Biz hech kim payqamasligi kerak. Bizga svet bor bizda. Mana lampani ham o'rnatib oldim. Bo'ldi.
Bo'ldi do'stlar, men merdan qochib shu bunkerga kirib oldim. Endi bu yerda yashash uchun sharoit qilaman. Davay. Do'stlar, bo'ldi, men hamma yoqda o'zim bilan oldim. Bekilgan bu yer, endi bu yerda yaxshilab o'zimga bunkercha qilib olaman. Qani ketdik. Unda 1 2 3. Hoppa do'stlar, va nihoyat uy bitdi mana. Cho'tki qilib oldim. Bo'ldi bolalar, edit ko'payib ketdi. Endi hozir mana turibsizlar. Eshik ochildimi? Jitilda ovoz eshitilyapti. Voy, Epishadov, qayerdasan? Do'stlar, uyimga kiribdi ekan. Voy, bu yerda men yashirinib yotibman. Qayerdasan, qamoqdan qochgan? Nima qochding qamoqdan, kasofat? Do'stlar, videoni shu joyda obuna va like bosib qo'ying, qiziq bo'lyapti. Agar ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz like va obuna bosib qo'ying. 500 taga ozgina qoldi.